29.500 ga Marg'ilonda Go'rovolda Tashkentskiy ko'cha, 12-marta mana shu ko'chadan chiqib chapga yursangiz 4 ko'cha 12-martadan bu tomon Sholdiramagacha ketasiz. Mana shu mahalladan kirganingizda tupik ko'cha, bu yerdan bemalol mashina kelib chiqadi. Sababi mettanida mahallaga 1 metr ko'cha tashalgan. Ancha kengaytirib qo'ydik bu yerda. 29.500 ga 5 sotiylik. Joyda holati zo'r, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, suv svetdan muammo yo'q. Batlarda endi suv bilan svet bor. Mana yerdan devor uriladi. Mana yerdan. Mana shu dakansa devor bitta urib olinsa, bag'i ketdi, bag'i bu tomon qoladi. Uni domni yonida, ana shu domni pasti xo'zimaylar. Go'rovolda xo'zimay keyin go'radel turibdi. O'sha Go'rovol bu tomon, mana bu tomon Sholdiramagacha ketasiz. Bu tomon 12-marta, bu tomon sentr. Marg'ilon shahar sentrisi ham bo'ladi. Tashkentskiy ko'chada. Sizlarga baraka qilamiz, aytganimizdek, bat 29.000 ga baraka qilishgandan keyin pul qilib berishalmadi. Endi hozir 29.5 ming qilyapmiz. Baho qo'ydik, kami bor. 5 sotiylik rosa buzib tayyor qilib qo'yilgan qurilishga. Bemalol qurilish qisilib, mana shu yerda misol cho'tka qilib yashasa bo'ladi. O'yitlarga, ko'slarga qandaydir qo'yxonami, molxonami. Savdo bo'lyapti, akalar, savdo bo'lyapti. 26-27 ming qilishyapti, berilgan yo'q. Naqd pul zaril, telefon qilsanglar baraka qo'ramiz. Akasini ko'rlayin, telefon qilaverasizlar bemalol.